Bugungi obyektimiz Cherry avtosalonni polni tepa qismlarini grillatasi bilan obshipkasini qilib beryapmiz. Ichkari tomonlarimizni tepasi bo'yalmagan, oddiy sendvich panel bilan yopilgan bu joyimizga seriy rangda grillata patologlarni qilib berdik. Misol uchun, akalar, mana buni balandligi bir 8 metrcha, 8 metrcha qilingan joyga 15 ga 15 grillata patologini qilib berganmiz. Ko'rinishi mana shunaqa holatda turadi. Yo bu, agar bundan tepadan qaraydigan bo'lsanglar, orqa tomoni ko'rinadi. Bu tepasini qoraga bo'yalganida tepasi qora bo'lib ko'rinib turardi. Общий vidini ko'rasizlar. Mana bu yoqda pastda oldin yig'ib olamiz materiallarni yig'ib olgandan keyin bitta irib chiqiladi dizayniga. Bu yoqda mana bunaqa отходlari bo'ladi. Отходlari klientga hisoblanadi. Agar ishlatilmasdan qoladigan bo'lsa, bunaqa pochka holatida qoladigan bo'lsa, biz uni alohida qilib olib ketamiz, minus qilib. Qorani ko'rasizlar, buni ham tepasi qoraga bo'yalmagan. Keyin svetlarni xohlaganingizcha variantda qilib tushirib olsa bo'ladi. Shunaqa katta bino zdaniyali bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqaveringlar, ishlarni chiroyli qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Kerak bo'lsa Qozog'istonmi, Tojikistonmi, SNGga chiqib qilib beramiz. Materialni ham optim narxda yetkazib beramiz. Rahmat. Qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.